Avtomashina sotib olayotganda firibgarlardan ogoh bo'ling va quyidagilarga e'tibor qarating. Oldindan pul bermang. Avtomashinani sotayotgan shaxs har doim ham uning qonuniy egasi bo'lavermaydi. Shuning uchun avtomashina uchun kelishilgan pulni faqatgina oldi-sotdi shartnomasini imzolash arafasida notarius huzuriga kirishdan oldin topshiring. Ishonchnomaga ishonmang. Har qanday boshqarish yoki sotish huquqi bilan berilgan ishonchnoma egalikni belgilovchi hujjat hisoblanmaydi. Ishonchnoma bergan shaxs uni istagan paytda sizning ishtirokingiz ham bekor qilib yuborishi mumkin. Avtomashina sotib olganligingiz haqidagi tilxat va boshqa o'zaro kelishilgan hujjatlar rasmiy hujjat hisoblanmaydi va egalik huquqingizni isbotlamaydi. Avtomashina taqiqda bo'lishi mumkin. Avtomashinaga nisbatan taqiq mavjud emasligiga, avtomashina bilan bog'liq jarimalarning yo'qligiga ishonch hosil qiling. Avtomashina sotib olinganida notarial tartibda oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirilishi lozim.